5 ta maxluq ketdi. Hisobotingizga ko'ra bular barchasi to'g'rimi? Ha, men shuncha ko'rgan edim. Yaxshi, unda biz hozir minoraga bostirib kiramiz va ajdahoni o'ldiramiz. Ichkarida kutayotgan ajdahodan tashqari yana ko'p maxluqlar borligi ehtimoli yuqori. Aqlingizni saqlang. Jimlik. Men hech narsani eshitmayapman, hatto yurak urishim yoki nafas olishimning ovozini ham. Shunchaki sukunat. Bu har qanday oddiy odamni bir necha daqiqadan so'ng aqldan ozdirish uchun jiddiy ruhiy zarar yetkazishi mumkin. Bu noyob mahorat unga Jim Hardy taxallusini bergan. Hammasi men rejalashtirgandek. Endi men shunchaki Lightni topib, uni yo'q qilishim kerak. Hurmatli zot, va nihoyat vaqt keldi. Ha, marhamat, bayramdan zavqlaning. Ishonchingni hech narsa buzmaydi, to'g'rimi? Albatta. Ishoning, bu asosiy taom kelishidan oldin eng mazali ishtahani tayyorlaydi. Nima?